Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Ötken yılı Xitay hakimiyetining yuqumning oldini olish karantin tadbirlarini bahona qilib, butun Sharq Turkiston miqyosida qattiq qamal qilish siyosatiga yo'l qo'yib, ko'plagan Uyg'urlarning ochliqdan va davolanishsizlikdan o'lishiga sababchi bo'lishi va 24 noyabr kuni Urumchi Tangirtog' rayonidagi bir oilaliklar binosiga o't ketib, ko'plagan insonlarning o'lishi va yaralanishi butun dunyoning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Ayni vaqtda Xitoy doiralari o't oftida 10 kishining o'lganligini, 9 kishining yaralanganligini e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo yerlik aholilarning ijtimoiy taratqularda o'lganlarning soni Xitoy taraf e'lon qilgan sondan ko'p ekanligi, o't ofti yuz bergandan keyin xil uzungacha o't o'chirish mashinasining naq maydonga kelmaganligi, bu sababdan binoning 15-qavatiga ketgan o't butun binoga shiddat bilan yeyilganligini tarqatgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 21 noyabr Urumchi o't ofti haqida maxsus bayonot e'lon qilib, 24 noyabr Urumchi o't oftida qazo qilganlarni eslaydiganligini bildirdi. Ayni vaqtda o't ofti dunyo miqyosida tanilgan oq qog'oz namoyishi, aholilar suratga olgan va Xitoyning ijtimoiy taratqularda tarqatilgan sinlar qarta qo'zg'algan bo'lib, doirlarning o'tqa unumli taqobil tura olmaganligi oshkorlangan edi. Fuqarolar Xitoyning asosli shaharlarining ko'chalariga chiqib, COVID-19 sababli qattiq qamal qilish tadbirlariga norozilik bildirib, hukumatning tekshirishiga simol qilingan quruq qog'ozlarni tutib namoyish qilgan edi. Namoyish nihoyat tezla Shanxay, Beijing, Wuhan va Xitoyning boshqa shaharlariga ham kengaygan edi. Xitoy doiralari namoyish qatnashgan kishilarni tezlikda bostirib qo'lga olgan va nurg'ulg'an kishilar izderaksiz g'oyib bo'lgan edi. Bularning ichida 19 yoshli Uyg'ur o'quvchi Kamila Whiteman bor bo'lib, u ayni chog'da Undidorda namoyish ko'rinishlarini ham baharlaganlik uchun g'oyib bo'lgan va keyin oshqo'llikni targ'ib qilish jinoyati bilan ayblanib kesilganligi aniqlangan edi. Ayni chog'da muhojiratga Uyg'ur qarindoshlarimizmo o'zlari turayotgan davlatlarda har xil shaklda namoyish va ta'ziya harakatlari o'rinlashtirib, o'zlarining noroziliklarini butun dunyoga jakarlagan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandim bayonotda Urumchi o't oftida ko'rganimiz bo'lsa, Uyg'urlarning hayotiga butunlay sal qarash, Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlar qartilgan bostirish harakatlarini har xil bahona va shakllarda davomlashtirayotganligi bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Kamila White va Xitoylarning virusni nolga tushirish bahonasi bilan qattiq qamal qilish tadbirlariga e'tiroz bildirganlik uchun qo'lga olingan va g'oyib qilib o'tilgan Uyg'urlarni darhol shartsiz qo'yib berishni va o't oftida savallik bo'lganlarning darhol qonuniy javobgarlikka tortilishini talab qiladi deb ko'rsatdi. Bayonotning oxirida xalqaro mustaqil tekshirish organlarining Xitoyning vatanimizda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlarni maxsus hay'at avatib surishti qilishi va tekshirishi talab qilindi. Amerika prezidenti Joe Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinping San Fransiskoda ko'rishib, harbiy aloqani asliga keltirishni o'z ichiga olgan ba'zi masalalarda fikr birlik hosil qilganga bir haftadek bo'lgan bo'lsa-mu, biroq bu uchrashish Amerikada davomli munozara qilinmoqda. Amerika Avam palatasining Cumhuriyetçi a'zosi, Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Mike McConnell Biden hukumatining uchrashidan keyin Xitoy davlatlik adliya fanlari institutini Amerikaning embargo tizimligidan chiqarib o'tganligini tanqid qilgan. Mike McConnellning qarashicha, Biden hukumati Xitoy bilan sun'iy piyon dorisi, ya'ni fentanilga qarshi hamkorlash bedeliga Xitoy davlatlik adliya fanlari institutini embargo tizimligidan chiqarib o'tgan bo'lsa-mu, lekin bu hamkorlikning ishga yarishi gumonliq ekan. Amerika hukumati ilgari Xitoy Chexiya ministerligi tarmog'idagi davlatlik adliya fanlari institutiga Uyg'urlarni bostirishda rol o'ynaganligi sababli embargo yurgizgan. Lekin Amerika taratqullarining xabarlarida bu organning 16 noyabrdan boshlab embargo tizimligidan chiqarib o'tilganligi ilgari surilgan edi. Michael McConnell 20 noyabr Amerika Fox xabarlari televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan: "Fentanil masalasida ham hamkorlashmoqchi bo'ldi. Albatta men buningga gumoniy qarayman. Biden hukumati hamkorlik bedeliga Xitoyning adliya fanlari institutini embargo tizimligidan chiqarib o'tdi. Halbuki bu o'rin Uyg'ur musulmonlarining biologiyalik avrish kuchurlarini to'plagan, shundaqla ularni majburiy emgak lagerlariga yo'tkashga qatnashgan. Joe Biden bilan Xi Jinpingning uchrashishi va ular hosil qilgan hamkorlik turi jumhuriyatchilarning tanqidiga uchirgan bo'lsa-mu, lekin prezident Biden ko'rishning ijobiy ham unumli bo'lganligini bildirmoqda. Prezident Bidenning aytishicha, ikki rahbar harbiy aloqani asliga keltirish va fentanilga qarshi hamkorlashishdan sirt sun'iy aql texnikasining tahdid haqida fikr birlik hosil qilgan. Xitoy hukumati 11 noyabr kuni Qashqar shahrida Qashqar erkin savdo rayonining qurilganligini e'lon qilib, mazkur erkin savdo rayoniga yerlashadigan shirkat korxonalarga ijozatnoma tarqatib bergan. Shu daxil dastlabki qadamda Xitoy shirkatlaridan 35 shirkat mazkur erkin savdo rayoniga yerlashgan.
bu 35 şirket ve karxana soda ve pul muamele türlerini öz içiga algan 17 milliard 600 milyon dollarlık toxtam türlerге nail bolgan. Lekin Adrian Sens qatarlıq chet ellik tədqiqatçılarning ogohlantirishicha, Qashqar erkin savdo rayonida tizim qoldirgan har qanday shirkat va korxona majburiy emgakka chetildi ekan. Xitoy davlat ishlari kabineti bu yil 1 noyabr kuni tuyuqsiz Sharq Turkistonning Urumchi, G'ulja, Qashqar qatorliq shaharlarda erkin savdo rayoni ta'sis qilinib, bu rayonlarga baj, mablag', moliya, eksport qatorliq jihatlarda alayda huquqlarning berildiganligini jakarlagan. Xitoy davlat ishlari kabineti erkin savdo rayonining Xinjiangning ishki va xalqaro bozor bilan birlashishi, bir yo'l bir balvoq qurilishining tuguni bo'lishi, uning Osiyo bilan Yevropa o'rtasidagi oltin kanal qurilishida muhim rol o'ynashi talab qilinganligini bildirgan edi. Lekin Germaniyalik majburiy emgak mutaxassisi, Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondining oliy tadqiqotchisi Adrian Sens 20 noyabr X'da Qashqar erkin savdo rayonida o'ltiraqlashgan har qanday shirkatning majburiy emgak chetilganligini ogohlantirgan. Uning ko'rsatishicha, kuzatuvchilar erkin savdo rayonida tizim qoldirgan har bir sanoat sohasining majburiy emgak chetilganligiga diqqat qilib qolmay, uning dunyo miqyosida Uyg'ur majburiy emgakini texim ig'irlashtirganligiga diqqat qildi ekan. Xabarlarda Qashqar erkin savdo rayoni tizim qoldirgan shirkatlarning savdo, orqa sap mulozimati, elektronlik buyumlar, yangi materiallar va avtomobil zapchastlar qatorliq savdolar bilan shug'ullanganligi qayd qilinmoqda. Xitoy paychiki bozori chet el mablag'ining chekinish vaziyatiga duch kelgan bo'lib, Xitoy paychikiga silingan 75% dan ko'proq chet el mablag'ining Xitoydan ayrilganligi ilgari surilmoqda. Angliyadagi Maliya vaqti gazetining 20 noyabrdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, bu yilning oldingi 7 oyida Xitoy paychiki bozoriga eqib kirgan chet el mablag'ining 4 dan 3 qismidan ko'proqi Xitoydan chiqib ketgan. Bu xabar ba'zi analizchilar Amerika-Xitoy munosabatidan intayin keskin bo'lsa-mu, Xitoy raisi Xi Jinpingning San Fransiskoda prezident Bayden bilan ko'rishib, ba'zi masalalarda o'rtaq fikr hosil qilishida Xitoy iqtisod duch kelgan xirisning turkilik rol o'ynaganligini qayd qilishayotgan bir vaqtda tarqaldi. Moliya vaqti gazetining bildirishicha, navbatda Xitoy hukumatı iqtisodga bo'lgan ishonchini asliga keltirishga tirishayotgan bo'lsa-mu, lekin chet ellik mablag' solg'uvchilar Xitoy paychik bozoridagi 25 milliard dollarlik paychikini setib Xitoydan ayrilgan. Bu 2023 yilning dastlabki 7 oyida Xitoy paychik bozoriga silingan mablag'ning 75%dan ko'proqini tashkil qildi ekan. Moliya vaqti gazetining aytishicha, savdogarlar va analizchilar Xitoy rahbarlarining iqtisodni jonlantirishda kuchli siyosat yurgizilmasligi chet el mablag' solg'uvchilarining Xitoy bozorining raqobat kuchi asliga kelguncha uning paychekini setib olishini to'xtatganligini aytgan. 2023 yili 1-oydan boshlab chet ellik mablag' solg'uvchilar Xitoy raisi Xi Jinpingning yuqumni nolga tushirish siyosatidan voz kechib, Xitoydagi qamalni umumyuzlik bekor qilishdan keyin Xitoy paycheklarini ko'plab setilishga boshlagan. 2022 yili 11-oyning 24 kuni Urumchidagi Uyg'urlar o'ltirishliq bir binoda o't ofati yuz berib, nurg'un Uyg'urning hayotidan ayrilishi Xitoyning davlat ichi va sirtida yuqum qamalga qarshi umumyuzlik norozilik harakatlarining portlashini keltirib chiqargan. Natijada Xitoy hukumati bu harakatlarning besimida qamalni bekor qilgan edi. Moliya vaqti gazetining aytishicha, Xitoy o'ymilik bozoridagi obert krizisi va Xitoy iqtisodining o'sish nisbatidagi umidsizlik chet elliklarning paychekini qo'ldan chiqarishga turtki bo'lgan muhim omillar hisoblandi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.